Chempionlar Ligasi guruh bosqich o'yinlari davom etadi. Nasaf o'z maydonida guruh peshqadami Al-Jaish klubini qabul qiladi. Qatardagi uchrashuvda mag'lubiyatga uchragan qarshiliklar oldida g'alaba qozonish va guruhdagi mavqeini yaxshilab olish vazifasi turibdi. Ular buning uddasidan chiqa olishadimi? Buni 5-aprel kuni soat 17:45 da boshlanadigan Nasaf Al-Jaish uchrashuvidan keyin bilib olamiz. Bunyodkor Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida 2 durang va 1 mag'lubiyat bilan 3-o'rinni band qilib turibdi. Safarda qadrg'ochilarni qiyin uchrashuv kutmoqda. Eronning Zobaxan klubi futbolchilari o'z maydonlarida g'alaba uchun maydonga tushishlari tayin. Lekin biz Bunyodkorga ishonamiz va undan g'alaba kutib qolamiz. 5-aprel kuni soat 19:50 da boshlanadigan translyatsiyada futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Umid qilamiz, kuzatamiz ikkinchi bo'limda vaziyat o'zgarishini.